Assalomu alaykum. Men Kamolov Fazul Batken обласының Qadamja rayonidan bo'laman. Shu 7 Juban 84-yılı tug'ilgan do'stlarga tereң rozichilik bildiraman. Jana shu Moskva, Rossiya shahrida emgaklanib yurgan do'stlar jamoatiga rozichilik bildiraman. Jana shu qizlar jamoatiga, klassdoshlarga tereң rozichiligimni bildiraman. Jana shu uyimni uyushtirib, shu qo'lqovush qilib yordam ko'rsatib yurgan shu klassdosh bolalar, qizlarimizga tereң rozichilik bildiraman. Alloh taolam o'zi barimizga shunday birimlikda, intimoqda bo'lib, bardığımız densoqlikda bo'lib, böyle Allohim o'zi bergan ihsonlarni oldim. Alloh taolam o'zi rozi bo'lsin. Bergan sadaqalarga ming esilib, Allohim o'zi bersin. Cho'ng rahmat, rozichiligimni bildiraman.